Salom aziz tomoshabinlar. Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz yoki tez orada pensiya olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bugungi videomiz siz uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Menimcha, ko'pchiligimiz uchun pensiya bu barqarorlik hayotiy tayanch. Ammo ba'zida kutilmagan holatlar tufayli bu barqarorlik buzilishi, ya'ni navbatdagi pensiya to'lovi kechikishi yoki umuman to'g'ri hisoblanmasligi mumkin. Bu esa jiddiy muammo, chunki pensiya odatda kundalik ehtiyojlarimizni qondirish uchun asosiy daromad manbai hisoblanadi. Bugun men sizga navbatdagi pensiyangizning uzluksiz va to'g'ri kelishini ta'minlash uchun qanday qadamlar qo'yishingiz kerakligini juda batafsil tushuntirib beraman. Ushbu ma'lumotlar nafaqat hozirgi pensionerlar uchun, balki kelajakdagi pensiya oluvchilar uchun ham juda muhimdir. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir kichik tafsilot katta farq qilishi mumkin. Bu ma'lumotlar hammaga tegishli va hammamizni xavotirga solishi mumkin bo'lgan masalaga oydinlik kiritadi. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizning jamoamiz uchun katta yordam bo'ladi va ko'proq foydali ma'lumotlarni ulashishga undaydi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avvalo pensiya tizimida yillar davomida qanday o'zgarishlar yuz berganini va bu o'zgarishlar sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishini tushunib olsak. O'tmishda, ya'ni bir necha yillar oldin pensiya hisoblash qog'oz hujjatlar orqali amalga oshirilardi. Misol uchun, pensiya jamg'armasi xodimlari sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ish stajingizni va boshqa zarur hujjatlarni bevosita yig'ishardi. Agar sizning hayotingizda qandaydir o'zgarish bo'lsa, masalan, yashash manzilingizni o'zgartirsangiz yoki bank kartangizni yangilasangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga shaxsan borib xabar berishingiz talab etilardi. Ko'pincha bu haqda xabar bermasangiz ham tizim o'zgarishlarni darhol sezmasdi va sizning pensiyangiz bir muddatgacha odatdagidek kelardi, ammo keyinroq muammolar yuzaga kelishi mumkin edi. Pensiya to'lovlari asosan pochta orqali yoki bank kassalari orqali naqd pulda berilardi. Bu esa pensionerlar uchun navbatda turish, mablag'ni uyga olib borishda xavfsizlik masalalari kabi bir qancha noqulayliklar tug'dirardi. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgargan. Pensiya tizimi juda katta darajada raqamlashtirilgan. Aksariyat ma'lumotlar elektron bazalar orqali yuritiladi va turli davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashishni yo'lga qo'yilgan. Bu bir tomondan pensiya hisoblash va to'lash jarayonini tezlashtirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan sizning ma'lumotlaringiz doimiy ravishda dolzarb bo'lishini talab qiladi. Ya'ni agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda, masalan, pasportingizda, yashash manzilingizda yoki bank hisob raqamingizda o'zgarish yuz bersa, bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berish juda muhim. Aks holda elektron tizim sizning ma'lumotlaringizni yangi ma'lumotlar bilan solishtira olmasligi va pensiya to'lovini to'xtatib qo'yishi mumkin. Pensiyalar deyarli to'liq bank kartalariga o'tkaziladi. Bu esa naqd pul bilan bog'liq muammolarni bartaraf etadi. Ammo bank kartasi ma'lumotlarining dolzarbligini yanada muhimroq qiladi. Davlat xizmatlari markazlari ko'plab pensiya bilan bog'liq xizmatlarni masofadan turib olish imkoniyati yaratilgan. Bu qulaylik albatta, ammo bu qulaylikdan foydalanish uchun ham sizning ma'lumotlaringiz elektron tizimlarda to'g'ri aks etishi shart. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga ortiqcha tashvishlanish shart emas. Bu qismda pensiyangizning uzluksiz kelishi uchun eng muhim bilimlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligi. Bu pensiya to'lovining asosiy sharti. Sizning pasport ma'lumotlaringiz, doimiy yashash manzilingiz, ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz kabi ma'lumotlar pensiya jamg'armasining elektron bazasida mavjud bo'lgan ma'lumotlar bilan to'liq mos kelishi kerak. Agar bu ma'lumotlarda birorta ham tafovut bo'lsa, tizim avtomatik ravishda pensiya to'lovini shubha ostiga olishi va uni to'xtatib qo'yishi mumkin. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi yetim yoshli Qodir aka yaqinda pasportini yangi namunadagi ID karta bilan almashtirdi. Uning eski pasportida seriya va raqam, masalan, EEL 1234567 ko'rinishda bo'lsa, yangi ID kartasida esa bu ma'lumotlar, masalan, ID Yumnurgun in I22 butunlay boshqacha shaklda edi. Qodir aka bu o'zgarish haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Natijada navbatdagi pensiya to'lovi uning bank kartasiga kelmadi. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida ma'lumotlar bazasida uning yangi pasport ma'lumotlari yo'qligi va
shaxsini tasdiqlashda muammo yuzaga kelgani aniqlandi. Pensiyani qayta tiklash uchun unga yangi pasportining nusxasi bilan ariza yozish kerak bo'ldi. Bu jarayon taxminan bir haftadan 10 kungacha vaqt oldi va bu vaqt mobaynida Qodir aka pensiyasiz qoldi. Agar u pasportni almashtirgan zahoti bu haqda xabar berganda bunday muammo yuzaga kelmas edi. 2. Bank hisob raqamingiz karta ma'lumotlarining dolzarbligi. Hozirgi kunda pensiyalar asosan bank kartalariga tushadi. Shuning uchun siz pensiya oladigan bank kartangiz faol ekanligi va uning ma'lumotlari pensiya jamg'armasida to'g'ri qayd etilganligi juda muhimdir. Agar siz bank kartangizni yo'qotgan bo'lsangiz, muddati tugagan bo'lsa yoki boshqa bankka o'tib yangi karta olgan bo'lsangiz, bu haqda darhol pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Misol Farg'ona viloyatida yashovchi 65 yoshli Mohira opa Xalq banki tomonidan berilgan pensiya kartasining muddati tugashiga e'tibor bermadi. Karta muddat tugagandan keyin navbatdagi pensiya to'lovi kartasiga tutishmadi. Mohira opa bankka murojaat qilganida unga yangi karta ochilgani, ammo pensiya jamg'armasida hali eski karta ma'lumotlari turgani sababli pul eski, yaroqsiz hisob raqamiga yuborilgani ma'lum bo'ldi. U pensiya jamg'armasiga yangi kartasining rekvizitlarini, raqamini bankning aytganidan so'nggina pensiyasi yangi kartasiga yo'naltirildi. Bu ham pensiyaning bir necha kunga kechikishiga sabab bo'ldi. Agar Mohira opa kartaning muddati tugashidan oldin yoki tugashi bilan darhol pensiya jamg'armasiga xabar berganida bu kabi noqulaylikka duch kelmasdi. Oilaviy ahvolingizdagi o'zgarishlar. Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun muhim. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsangiz va pensiyaga sabab bo'lgan holatlar o'zgarsa, masalan, farzandingiz 18 yoshga to'lsa, o'qishini tamomlasa, ishga kirsa yoki turmush qursa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda sizga ortiqcha to'langan mablag'lar kelajakda undirib olinishi mumkin. Misol, Samarqandlik 25 yoshli Dilfuza opa turmush o'rtog'i vafotidan so'ng farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olardi. Uning farzandi maktabni tugatib kollejga o'qishga kirdi. Pensiya jamg'armasi qoidalari bo'yicha farzand kollejda o'qishni davom ettirsa 23 yoshga to'lguniga qadar pensiya olish huquqiga ega. Ammo 1 yildan so'ng farzand o'qishni tashlab ishga kirganida Dilfuza opa bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Oradan 6 oy o'tib pensiya jamg'armasi farzandning ishga kirganligini va o'qishini tamomlaganini aniqladi. Natijada Dilfuza opaga ortiqcha to'langan 6 oylik pensiya miqdori kelgusi pensiyalardan ushlab qolinishi haqida xabarnoma keldi. Bu esa uning kundalik byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. O'z vaqtida ma'lumot berilganda bunday muammo yuzaga kelmasdi. 4. Ishlash holati. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz va pensiya olayotgan bo'lsangiz, shu bilan birga ish faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, bu holat pensiyangiz miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi hollarda ishlash pensiyaning qayta hisoblanishiga yoki uni to'lash tartibiga o'zgarish kiritilishiga sabab bo'ladi. Shu bois ishga kirganingizda yoki ishdan chiqqaningizda bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lumot berish tavsiya etiladi. Misol, Navoiyda yashovchi 62 yoshli Sobir aka pensiyaga chiqqandan so'ng xususiy korxonada qorovul bo'lib ishga kirdi. U pensiya jamg'armasiga kirgani haqida xabar bermadi. Pensiya qonunchiligiga ko'ra, ayrim hollarda ishlayotgan pensionerlarning pensiya miqdori qayta hisoblanishi yoki to'lash tartibi o'zgarishi mumkin. 1 yil o'tgach, pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasini solishtirish orqali Sobir akaning ishlayotganini aniqladi va uning pensiyani qayta hisoblash zaruriyatini bildirdi. Bu jarayon davomida bir muddat pensiya to'lovida uzilishlar bo'ldi va unga o'tgan davr uchun ba'zi mablag'lar qayta hisoblanib, farq summasi to'landi. Agar Sobir aka ishga kirganda darhol xabar berganda, bu jarayon ancha tartibli kechardi. Kim xavotirlanishi kerak? Oxirgi 2 yil ichida pasportini, ID karta almashtirganlar. Bank kartasining muddati tugagan yoki uni yangisiga almashtirganlar. Shuningdek, boshqa bankka o'tganlar. Yashash manzilini doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan manzilni o'zgartirganlar. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ularning qaramog'idagi shaxslarning farzandlari, aka-ukalari, nabiralar yoshi, o'qish holati yoki ishga kirishi bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lsa. Nogironlik pensiyasi oluvchilar, ayniqsa nogironlik guruhini tasdiqlash uchun tibbiy ko'rikdan o'tish muddati yaqinlashgan yoki uni o'tkazib yuborganlar.
pensiya olib turib ishga kirganlar yoki ishdan chiqqanlar, ism familiya, ota ismini o'zgartirganlar, masalan turmushga chiqish yoki ajrashish natijasida. Kimga ortiqcha tashvishlanish shart emas. Hayotida so'nggi bir necha yil ichida yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlarning hech biri ro'y bermagan pensionerlar. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz barqaror bo'lsa va pensiyangiz har oy o'z vaqtida kelayotgan bo'lsa, demak hamma narsa joyida. Lekin har ehtimolga qarshi. Hech bo'lmaganda bir yilda bir marta pensiya jamg'armasiga telefon qilib yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib o'z ma'lumotlaringizning dolzarligini tekshirib turish zarar qilmaydi. Bu sizning xotirjamligingiz uchun muhim. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Pensiya tizimi ba'zan murakkab bo'lib ko'rinishi mumkin. Chunki u juda ko'p qoidalar, istisnolar va nozik jihatlarni o'z ichiga oladi. Keling, ba'zi kutilmagan vaziyatlar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. 1. Chet elda yashash yoki vaqtincha bo'lish. Agar siz doimiy yashash uchun chet elga ketgan bo'lsangiz, pensiya olish tartibi o'zgarishi mumkin. Ba'zi davlatlar bilan O'zbekiston o'rtasida pensiya to'g'risida kelishuvlar mavjud bo'lsa-da, ko'pchilik hollarda bu ma'lumotni pensiya jamg'armasiga rasmiy ravishda xabar berish shart. Shuningdek, agar siz uzoq muddatga, masalan 6 oydan ko'proq muddatga chet elga chiqib ketgan bo'lsangiz, sizning nomingizdan pensiya olish uchun ishonchnoma, doverennost talab qilinishi mumkin. Bu ishonchnoma O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligida rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Aks holda pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Misol, Qashqadaryolik 75 yoshli Saodat aya o'g'lining yoniga Rossiyaga 6 oyga mehmon bo'lib ketdi. Ketishdan oldin u bu haqda hech kimga xabar bermadi. 3 oy o'tgach uning pensiyasi kelmadi. Uning pensiyasi kelmadi. O'g'li bankka borganida chunki to'xtatilgani ma'lum bo'ldi. Chunki pensiya jamg'armasida Saodat ayaning mamlakatdan chiqib ketgani haqida ma'lumot bo'lgan va to'lovni tasdiqlovchi shaxsiy ishtirok etish imkoniyati yo'qligi sababli muzlatilgan. Pensiyani qayta tiklash uchun Saodat ayaga Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi orqali ishonchnoma rasmiylashtirib, uni O'zbekistonga yuborishga to'g'ri keldi. Bu esa ko'p vaqt va xarajatlarni talab qildi. 2. Muomalaga layoqatsiz deb topilgan shaxslarning pensiyasi. Agar pensioner muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, uning nomidan pensiyani olish uchun vasiylik va homiylik organlari tomonidan tayinlangan vasiy yoki homiy rasman belgilanishi shart. Vasiy pensiyani olish huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak. Agar vasiylik muddati tugasa yoki vasiy o'zgarsa, bu ma'lumot ham darhol pensiya jamg'armasiga yetkazilishi lozim. Aks holda muomalaga layoqatsiz shaxs pensiyasiz qolishi mumkin. Turli turdagi pensiyalarning o'ziga xos talablari, nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun har bir davrda tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TIKM tomonidan qayta ko'rikdan o'tish zarur. Agar siz belgilangan muddatda tibbiy ko'rikdan o'tmasangiz, sizning nogironlik pensiyangiz to'xtatiladi. Bu avtomatik ravishda sodir bo'ladi, chunki tizim yangi ko'rik natijalarini topmaydi. Shu bois tibbiy ko'rigi muddatini doimiy nazorat qilib borish va uning muddatini o'tkazib yubormaslik juda muhim. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu turdagi pensiya uchun qaramog'dagi shaxslarning, masalan, farzandlarining yoshi, o'qish holati, turmushga chiqishi yoki ishga kirishi kabi o'zgarishlar darhol pensiya jamg'armasiga xabar berilishi kerak. Bu har bir o'zgarish pensiya miqdori yoki to'lov muddatiga ta'sir qilishi mumkin. Yoshga doir pensiya. Bu pensiyaning nisbatan barqaror turi bo'lsa-da, yuqorida aytilgan pasport, manzil, bank kartasi kabi shaxsiy ma'lumotlardagi o'zgarishlarni nazorat qilish doimiy ahamiyatga ega. 4. Raqamli tuzoqlar va tizimdagi nosozliklar. Garchi tizim raqamlashtirilgan bo'lsa-da, inson omili yoki texnik xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zida pensiya jamg'armasi xodimi ma'lumotingizni noto'g'ri kiritishi yoki tizimda vaqtincha nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli o'z ma'lumotlaringizni davlat xizmatlari markazlari orqali yoki Maydon.gov o'z portali orqali muntazam ravishda tekshirib turish juda muhimdir. Agar siz biron bir xatolikni sezsangiz, darhol bu haqda tegishli organlarga xabar bering. Misol, Andijonlik 69 yoshli Komil aka yangi bank kartasini olib, pensiya jamg'armasiga borib ma'lumotlarini yangiladi. Oradan bir oy o'tib, pensiyasi kelmadi. U tekshirganda xodim uning yangi karta raqamini kiritishda bitta raqamni noto'g'ri yozib qo'ygani ma'lum bo'ldi. Bu kichik xatolik tufayli pensiya puli Komil akaning hisobiga o'tkazilmadi.
Yaxshiyamki, Komil aka bu holatni tezda aniqladi va pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qilib, xatoni tuzattirdi. Ammo bu uning uchun ortiqcha yugur-yugurlar va asabiylashishga olib keldi. 5. O'zgarishlarni xabar berish muddatlari. Ba'zi o'zgarishlar uchun qonunchilikda aniq xabar berish muddatlari belgilangan. Masalan, ishga kirganlik yoki ishdan chiqqanlik haqidagi ma'lumotni 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga taqdim etish talab qilinishi mumkin. Ba'zi holatlarda esa bunday qat'iy muddatlar mavjud emas, lekin o'z vaqtida xabar berish tavsiya etiladi. O'zgarishlarni kechiktirmasdan imkon qadar tezroq xabar berish doimo yaxshi natija beradi. Chunki bu ortiqcha muammolar va kechikishlarning oldini oladi. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilishi kerak? Xo'sh, yuqorida sanab o'tilgan muammolarning oldini olish uchun siz qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak? Mana sizga aniq ko'rsatmalar. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Har bir tuman shaharda Xalq banki qoshidagi pensiya jamg'armasining bo'limlari mavjud. Siz o'zingizning doimiy yashash manzilingiz bo'yicha tegishli bo'limga shaxsan borishingiz mumkin. Bu eng to'g'ri va ishonchli usullardan biri hisoblanadi. U yerda mutaxassis sizning barcha savollaringizga javob beradi va kerakli hujjatlarni qabul qiladi. Davlat xizmatlari markazlari DXM bugungi kunda DXMlar orqali pensiya bilan bog'liq ko'plab xizmatlarni olish mumkin. Masalan, pensiyaga oid ma'lumotlarni tekshirish, pensiya bazi ma'lumotlarini yangilash. DXM xodimlari sizga ariza to'ldirishda yordam beradi va hujjatlaringizni tegishli organga yuboradi. Bu yerda navbatlar pensiya jamg'armasiga nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz. Agar sizda internetga kirish imkoniyati va elektron imzo mavjud bo'lsa, ko'plab xizmatlarni uyda o'tirgan holda masofadan turib amalga oshirishingiz mumkin. Bu portal orqali pensiyangiz haqida ma'lumot olish, to'lovlar tarixini ko'rish va ba'zi ma'lumotlarni yangilash imkoniyatlari mavjud. Bu eng qulay va tezkor yo'l bo'lishi mumkin. Ammo hamma uchun ham mos kelmaydi. Chunki texnik bilimlarni talab qiladi. Mahalla fuqarolar yig'inlari ba'zi hollarda, ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq ma'lumotlarni yangilash yoki pensionerning yashash holatini tasdiqlash uchun mahalla vakillarining ko'magi talab qilinishi mumkin. Mahalla idorasi sizning so'rovingizni tegishli organlarga yo'naltirishda ham yordam bera oladi. 2. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Har doim o'zingiz bilan pasportingiz yoki ID kartangizni agar yangilagan bo'lsangiz, ham eskisi ham yangisini olib boring. Nusxalarini ham oldindan tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiq. Bank kartasi rekvizitlari. Agar bank kartangizni almashtirgan bo'lsangiz, yangi kartaning raqami, unga xizmat ko'rsatadigan bankning MFO kodi va ayin raqami agar bank talab qilsa yozilgan qog'ozni yoki kartaning o'zini oling. Bankdan rasmiy ma'lumotnoma olish ham yaxshi yechim. Manzil o'zgarganda yangi yashash manzilingizni tasdiqlovchi hujjatlar, ro'yxatdan o'tish shtampi bo'lgan pasport yoki davlat xizmatlari markazi tomonidan berilgan ma'lumotnoma. Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar uchun turmush qurish yoki ajrashish guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ularning o'qish joyidan ma'lumotnomalar, agar ular kollej yoki universitetda o'qiyotgan bo'lsa, ish joyi o'zgarganda, mehnat daftarchasi nusxasi yoki ishga kirganlik, chiqqanlik to'g'risidagi buyruqning nusxasi. Nogironlik pensiyasi uchun TMEKning yangi xulosasi qanday ariza yozish kerak? Pensiya jamg'armasiga yoki DXMga murojaat qilganingizda sizdan maxsus blankadagi arizani to'ldirish talab qilinishi mumkin. Agar blanka bo'lmasa, uni qo'lda yozishingizga to'g'ri keladi. Arizada quyidagilarni aniq ko'rsatishingiz shart. Murojaat qilayotgan organning nomi. Masalan, Xalq banki qoshidagi pensiya jamg'armasining Toshkent shahar Chilonzor tuman bo'limi boshlig'iga. Sizning to'liq FI'ingiz, pasport seriya va raqamingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, arizaning sarlavhasi, masalan, shaxsiy ma'lumotlardagi o'zgarishlar haqida yoki pensiya hisob raqamini yangilash to'g'risida. O'zgarishning mazmuni. Nima o'zgarganini. Masalan, mening pasportim X sanada xususdagi ID karta bilan almashtirildi. Yangi seriya va raqami yoki menikining pensiya oladigan bank kartamning muddati tugagani sababli yangi bankdan X aniq batafsil bayon eting. O'zgarish sodir bo'lgan sana, o'zgarish sababi agar bo'lsa. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati. Masalan, pasport nusxasi, bank ma'lumotnomasi,
sana va imzo arzan 2 nusxada tayyorlashni unutmang. Bir nusxasini sizga qabul qilganlik to'g'risida belgi qo'yib bersinlar. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganda sizning murojaat qilganingizni tasdiqlovchi dalil bo'ladi. 4. Muddati va davomiyligi. O'zgarishlar haqida imkon qadar tezroq xabar bering. Ko'pgina qonunchilik hujjatlarida maxsus muddatlar belgilangan bo'lmasa-da, kechikish pensiyangizni to'xtatilishiga yoki ortiqcha to'langan mablag'larning keyinchalik undirilishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ishga kirganlik yoki ishdan chiqqanlik haqida 10 kun ichida. Oilaviy ahvoldagi jiddiy o'zgarishlar, farzandning o'qishni tugatishi haqida esa 30 kun ichida xabar berish tavsiya etiladi. 5. Ma'lumotlarni muntazam tekshirish. Hatto hayotingizda hech qanday o'zgarish bo'lmasa ham, hech bo'lmaganda yilda bir marta pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib yoki MyPokov uz orqali o'z ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirib turishni odat qiling. Bu kichik harakat sizni katta bosh og'rig'idan qutqarishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz pensiyangizning uzluksiz va to'g'ri kelishini ta'minlash uchun qanday muhim qadamlar qo'yish kerakligini juda batafsil ko'rib chiqdik. Esingizda tuting, pensiya tizimi har doim rivojlanib boradi va sizning faol ishtirokingiz, ya'ni shaxsiy ma'lumotlaringizdagi har qanday o'zgarish haqida pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berishingiz juda muhimdir. Bu sizni kutilmagan muammolar, pensiya to'lovlarining kechikishi yoki hatto to'xtab qolishidan himoya qiladi. Pensiya sizning yillar davomidagi mehnatingiz natijasi va uni muammosiz olishga haqlisiz. Shuning uchun o'z ma'lumotlaringizni doimiy ravishda dolzarb saqlang, muntazam tekshirib turing va har qanday o'zgarish haqida darhol tegishli organlarga xabar bering. Shunda siz xotirjamlik bilan navbatdagi pensiyangizni kutib olishingiz mumkin bo'ladi. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Qanday vaziyatlarga duch kelgansiz, qaysi maslahatlarimiz sizga ko'proq yordam berdi? Izohlarda yozib qoldiring. Ehtimol sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam berar. Videomizga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Shunda biz kelajakda yana ko'plab foydali va muhim mavzularni yoritishda davom etamiz. Sog' salomat bo'ling.